Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Aloqada yana kotel fergani. Bugun 30-sentyabr, oyda oxiri 2025-yil. Xo'p, bir dona 40 kilovatlik kotelimizni Namanganga 300 kvadratlik xonadon uchun berib yuboryapmiz. Bu kotelimiz 400 kvadrat metrgacha bo'lgan joyda bemalol isitadi. Qisqacha xarakteristikalarni aytib o'taman. Bitta zapravkamiz 40 kilodan 45 kilogacha. Ko'mirni naviga qarab 10 soatdan 15 soatgacha bitta zapravkada ishlaydi. Ba'zi bir joylarda 20 soat ham ishlaydi, 22 soat ham ishlaydi. Hamma narsa kotelingizni qo'ygan xonaga bog'liq, ya'ni kotelniga, uyingiz utepleniyasiga bog'liq va sistemangizga bog'liq. Xo'p, bu kotelimizda komplektida termodatchik, relay, ulitkasi bo'ladi. Kotelimiz 3 va 4 mmlik Rossiyaning kotlovoy stalidan bo'ladi. Xo'p, kotelimizga 2 yil garantiya bor. Kimga shuna kotellar kerak bo'lsa, qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, yetkazib beramiz. Hammaga rahmat.